vitamin Dni orada ichganlar ichmaganlar bilmayman aniq, lekin ukolni bitta olganlarni o'zida terlashlari kamaydi уже sajdani bemalol o'qib, ya'ni уже o'tirmasdan o'qiyaptilar, stulda o'tirmayaptilar, o'zlari egilib o'qiyaptilar. Tushunasizmi? Ya'ni ularning hayot sifatlarini bitta olingan ukol yaxshilab berdi. Ya'ni bitta sizga misol aytaman, bitta ayol vitamin Dni 24 bilan keldi, ko'rsatkichi 24. Bu juda ham kam-da, u ayol uchun, hozirgi holati uchun juda ham kam. Lekin u ayol vitamin D ichishni umuman to'xtatmagan. Ichib yurgan. Nega qaqqa so'riladi? Oshqozon ishlamasa, o't qopi yaxshi ishlamasa, u yillar davomida ichayotgani faqat axlat orqali chiqib ketavergan. So'rilmagan. Shunaqa holatlarda men vitamin D ni ukolni, ya'ni dumbaga qilinadigan formasini tavsiya qilaman. Bir oyda bir marta olingan vitamin D ukoli ham qulayroq, ham oshqozon ichida muammosi bo'lsa, o't qopida muammosi bo'lsa, qon tomir orqali qilinadigan vitamin D ning samarasi tezroq natija beradi. 12 yoshdan tepasiga hammasiga mumkin. Homiladorlarga endi ko'p испытаниялар o'tkazilmagani uchun homilador emiziklilarga qilmaymiz. Chunki dozasi katta, homiladorlarga baribir doza chegaralangan bo'ladi. Emiziklilarda ham shunaqa. Klimaks davrida mana vitamin D ni ko'tarish haqida gapirganman, rilslar ham berganman. Vitamin D ni ko'targanimizda, ayniqsa o'sha mushay orqali qilinganda terlashlari, klimaks periodlari ancha yaxshilanyapti, ancha yomon ta'siri sekinroq bo'lyapti. Ya'ni ular birinchi ularni bezovta qiladigan, klimaks yoshidagi ayollarni bezovta qiladigan narsa terlash bilan qizish. Mana shu holatini kamaytirib beryapti. Vitamin D ni ukoli. Bittada tag'in, bittada sezishyapti. Ba'zi birlar aytayaptiki, vitamin D ukolini olganimdan keyin energiyam qo'shilib, kun bo'yi ish qilyapman, energichni bo'lib yuribman. Albatta konsultatsiyadan o'tadi, ko'rsatkichlarni ko'rsatadi, shunga qarab qilinadi-da. Qanaqa darajada turibdi, o'rta og'irmi, yengilmi, o't qopi ishlayaptimi, o't qopida zastoylari bormi, shular hammasi e'tiborga olinadi shifokor tarafidan.